5-ci bab axırqı qorğan 264-ci bəddən başlandı. Haqiqat etiği mingan hammani yiqtir. Atalar sözüdün. Miladiya 1354-ci il köz fəsli. Çağatay xani Toğluq Tömürдің pərmanığı binaən Məcusilərinin seriq tonluq məzhəbinin gigəni, ordadaki cahillar guruhunun kadbaşı Dondub Lama başçılığıdaki Məcusi rahiblar bilan Müslüman ölüması Mevlana Ərşidin Vəliyullah o'ttirsidagi bəs münazirə bugün Xan ordusudagi Altın Qubbilik sarayda o'tkazildi. Bəs münazirə Ətigəllik ordu murasimidan keyin başlandı. Türlük ordu murasimlarga riyasatçılık qıldıgan hüdeyçilik vəzifəsini qoşumçu üstüge alğan doğlatlarının naib ulus bigi Əmir Tölək Doğlat rəhbərligida xanның dastıxançıları mehmallarını tegishlik orunlarga joylashtirish uchun kuchini aymay xizmat qilishdi. Albatta, bu hem javobgarligi bo'lgan, hem ko'ngilsizlik paydo qiladigan xizmat edi. Chunki o'ltirg'izilgan o'rinlarga amirlarning hammasilar rozi bo'lib ketishmaydi. Har bir qadamda manmanlik, maqtanchoqliklar paydo bo'lib turadi. Bugungi bu bir pas munozirni anglamoqchi bo'lganlar nihoyat ko'p edi. Ish boshqaruvchilar mehmonlarga nihoyat muloyimlik bilan muomala qilishga tirishadi. Biroq buningga hamma odam rozi emas edi. Bu Çağatay xani Toğluq Tömür bütün mavkabni boshlab, o'zining asldagi e'tiqodi bo'lgan Budda dinidan chiqib, İslam diniga e'tiqod qildiganligini qaror qilganlikning tunji qitimliq ordu murosimi edi. Şuna xanğa qo'shilib iymon etib, chin dilidan musulmon bo'lishni xohlaydigan arkani davlatxohlar, akabir ashraflar, amir umralar albatta shoh sifatidagi xonga yaqin martabalik o'rinlarga o'ltirilishgan edi. Xonning iymon etib musulmon bo'lishini yoqlamaydigan yoki bu jihatdagi ifodasi qizg'in bo'lmagan amirbeglar, gegan lamalar shoh sipiga yiroq bo'lgan pahqotdagi o'rinlarga joylashtirilgan edi. Bugungi bu orda murosimiga ordadagi jahillar guruhining katibishi Seriq Tonluq Burhan mazhabidagi Dondub Lama boshchiligidagi rahiblarning o'rni pahqotdagi martabasizlar qatorida edi. Çağatay saltanatining ma'naviy to'riklaridan bo'lgan bu martabalik yegan lamalar xonning din islohoti tufaylidan o'zining o'rnining martabasizlar qatoriga tushib qolganligini ko'rganda norozi bo'lmay tura oladimi? Xonning ijozati bo'yicha so'z hammadan avval musulmon o'limasi Mevlana Ərşidin Vəliyullah'a berildi. U qo'lini Fatihaga ko'targandan keyin Alhamdulillah Rabbiyal alamin Ar-Rahmanir Rahim deb qiroat so'zini boshladi. To'g'ri yo'lga ergashgan Xalfani Rahman Ali janob buyuk Xaqanul Xaqan To'g'luq Tömürxan janobi aliylarga Jamiul Xayriyat Xaqanning oilasiga saltanatning yo'laklari bo'lgan sodiq amir umralarga salomdan so'ngra Besiyar samimiy hürmetimizni ve sadaqatimizni bildirmekni a'la eyleymiz. Cenab-ı Qadir mutlaq Xaqani To'g'luq Tömürxan ve onun akabir ashraf arkanul davlat xonlarini o'zining saodat taxtiga davomliq har turlik oyatlardan, balo qazolardan muhofazat qilg'ay ve onunga Xizrdek uzun ömürler nisib bo'lg'ay. Hey Uyg'ur baxsi deb do'q qildi yengini shimaylab, kasayasının uzun peşlerini beliga qistirib, o'ttirg'i tushgan Dondoblama tishi qolmagan ko'mak eg'izidan shalini chachirtib turib. Sen hozir kimning oldida turganligingni bilamsan? Çağatay saltanatining ulug' Xaqani oldida tiz bukib, yerni ufmaydiganga nima hadding sening? Cenab-ı Toğluq Tömürxan aliylərinin bütün dünyanın ixtiyarlıq tizginini öz qoluğa alğan büyük yolbaşçı Çingiz Xanның kükün nəvrisi ikənligini, onunğa bütün Çağatay məmləkəti
boysunduğanlığını unutgan bolsan kerek. Sen toludu, gədənkeşlik qılmay, dərhal xan alilərinin putuğu yıqılıb, onun taxt payısını söymeken lazımdır. Şalını çaçırtıp sözləvatqan sen özün kim bolsan? Dəb dərhal rədiyə qaytırdı, onunla Mevlana Ərşidin Vəliyullah'mı boş gəlməzdin. Sen hər qanç yoğunap ketken bolsan mı, heykelgi baş urduğan məcusuğu şu. Hala bugünkü kündümü, yani xan alilərinin çapında tərilməkçi mi sen? Biz Müslümanlar insanның putuğu yıqılıp səcidi qılmayımız. Əgər səcidi qılış doğru gəlsə, kök tuturup üstümüzdən həmmini görüp durğucu Cenab-ı Allah'ı səcidi qılımız. Bu çağda Şahinşinning içinde olduruşkan əmir bəklərinin arasında bu yerlerden kusuldaşkan avaz anılışqı başladı. Əcəb mi yaman iken bu Uyghur baxısı? Xan aliləri gəp qılmasa, mavu don toplamanın əzveylep kerilip gitvatqınını qara. İyi Müslüman baxısı, mübada bu sözün rast boluduğan bolsa, dedi don toplama gidiyip durup. Sen Müslümanlarının aşı Allah dep baş koyduğan kök tanrının hazırının özüdüla kökten zımınğa bir gazine ve kök tanrının berhaqlıkiga hüküm kılalaydıgan Vajra Arhat'ın birerini düşürüp bakmışsın mı kini? Vajra Arhat yani Budda atalgısı. Budda dininin kiçik köləngü mezhebirki Burhan'ın namı. Ha münazırlaşvatqan gegen lamalar Mevlana Ərşidin Vəliyullah'ını zanglı qılıp qattıq külüşdü. Özge etiqadının insanları, dedi Mevlana Ərşidin təmkinlik bilen. İnsanlar əslində bir dində idi. Keyin ular təbriqi ixtilab qilishi vergenlikdən dinlar köpeygen. Butlarga çoqunduğan buluşkan. Senler bayatın meningdin Allah'ның berhaqlikiga hüküm qılalaydigan birer nərsini körüstüşni talab qıldın. Mubada Perveydigarımның təbriqi ixtilab qilishqan insanlarni jazalaşni qiyomatga qaldırışdan ibaret təqdiri əzəl haqqida aldın ala etqan haq sözü bolmagan bolsa idi, Haq Taala ularning təbriqi ixtilab qilishqanları üstüdə bu dünyada jaza beriş üçün ularning arasında əlbəttə hüküm çıxarğan bolatdı. Biroq g'ayni bilish faqat Allah'a xasdır. Çünkü möcizlerini barlık keltiriş bəxit Haq Taalaga xasdır. Mən faqat təbliğ qılğucuman. Sizler Tanrı Allah'ın aramızdan hüküm çıqırışını kütkeysizler. Şübihisiz ki mən mühəm sizler bilen billa şu kütküçülerdindim ben. İyi Müslüman baxsı, sen bir özün yalğız biz bilen münazırlaşvatsan, dedi lan dondoplama Mevlana Ərşidin Vəliyullah'ның aldığa diveylep kelip. Sen bizni kök tanrının azap okubetleri bilen köp korkutuvatsan. Eğer muşu sözünün rast keligini bizning işinişimizni qalsan, qeni şu aşu Allah'ın dep atıgan kök tanrıga iltica qilib bizni jaza altıp bakmamsan? Gigen janapları rast eytidu, dep çoquraştı etrafdaki başqa rahiplarmı tanla. Eğer şu gipin rast bolsa, bayatın sen bizni korkutkan aşu azapni köktün düşürüp bakına qini. Bu çağda Mevlana Ərşidin Vəliyullah ularga mənsitməslik nəziri bilen qarab qoydu da sözünü tamamlaştırdı. Ey şübhidiki insanlar, bilemsizler, eğer Perveydigar bu azapni düşürüşünü xalsa, əlbəttə düşürələydi. Sizler bunundan 27 yıl ilgirki qum topandı qilib, qum astıda kömülüp, halak bolğan şəhəri ketiklərinin açıq savqını unutup qalğan oxşaysızlar. Şəhəri ketikdikiler gerçi Haq Taala'nın hidayetini qabul qilishqan bolsumu, amma ularning imanı sus, etiqadi suyuq bolğanlıqdan ve Allah'ның nom pütüklerini inkar qılğanlıqdan, qulqi haqni anlaşdan mahrum bolğan sağro gaslarga, tili haqni sözləşdən mahrum bolğan kikeçkaçılarga ve közü haqni körüşdən mahrum bolğan ama korlarga aylanıp qilishdi. Şuna ular küfrünün qarangılıqı içində qilishib hidayetdən azdı. Allah Taala teklimakan qumlarga təcelli qilish bilan
asmandan ziminga şifalık yağmurunu yağdırışның орныға halaketli qum yağmurunu yağdırış arqılıq gün patardıydın gün tuğarğıcı bolğan arlıqdaki 41 şəhərinin içində an kattısı bolğan şəhəri ketikni qum astıga kümüp taşıldı. Mana bu Allah'ın cezası bolmay nime? Demek Allah xalığan adamni azdırdı, xalığan adamni hidayetke başlaydı. Bu çağda bütün şahinşinning içi çivin qonsa anlangıdak derecede jimjitlikka çömgen idi. Çünkü buningdan 27 yıl ilgari yüz bergen aşu qitimqi dahshatlik qum to'poni ostida qilib izi mangu yetgan shahri ketik haqidagi qo'rqinchli rivoyat bu yerda o'ltirganlarning esida heligacha texi tunugin yüz bergandakli turibdi. Dondup lamaning shahri ketikda qarxan bo'lib turgan lamjab deb atiladigan bir tağsımı aş qitimqi dahshatli qum ko'chkunining ostida qilib o'lgan edi. Bu ish uzoq yillardan beri xuddi qabahatlik tushdak uning esidan mangu chiqmaydi. To'liq Temirxon Abduvali Ali 5-bab oxirgi qo'rg'on 269-batdan boshlanadi. Bu çağda bütün şahin şinning içi çivin ussa anlanıqdak derecede jimjitlikka çömgen idi. Çünkü buningdan 27 yıl ilgari yüz bergen aşu qitimliq dahshatlik qum to'poni ostida qilib izi mangu yetgan shahri ketik haqidagi qo'rqinchli rivoyat bu yerda o'ltirganlarning esida yilg'icha texi tunugin yüz bergandakda turibdi. Dondup lamaning shahri ketikda qaraxan bo'lib turgan lamjab deb atiladigan bir tağsımı aşu qitimliq dahshatlik qum ko'chkunining ostida qilib o'lgan edi. Bu ish uzoq yillardan beri xuddi qabahatlik tushdak uning esidan mangu chiqmay kelyotdi. Tangri Taala insonni bir jon qilib Odam alayhissalomni yaratdi va uningga do'st ulfat bo'lsin deb yetim qovurg'isini ilib uning xotinini, ya'ni Havo anani yaratdi, dedi Mevlana Arshidin Valiyullah oldirmay so'zlab. Odam alayhissalom xotini Havo ana bilan yaqinchilik qilishgandan keyin Havo ana qo'saq ko'tarib eg'ir bo'y bo'lib yurdi. Alhol u 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib ay kuni to'shqandan keyin ko'zi yo'rdi. Ular Parvardigori Tangri Taala agar bizga barliq mucha a'zolari to'liq yetishgan bejirim farzand ado qiling, ne'matingga albatta shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb duo tilovat qilishdi. Ularning duosi Tangri oldida maqbul bo'ldi. Parvardigori ularga tandurus, bejirim va qovul bir o'g'il farzand ato qilgan bo'lsa-mu, ularning avlodi mardudlik qilib Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Ey majusilar, o'ylab yiqinglarchu. Sizlar o'zinglar tarafidan yaratilgan, ammo hech narsani yaratolmaydigan ashu butlardan shafaat tilamsizlar. Bu butlar bizga yordam beradi deb o'ylamsizlar. Sizlar Tangri Taolani qo'yib ibodat qilib bosh urgan ashu butlar xuddi sizlarga o'xshash maxluqlardir. Mubada davoyimiz rost deydigan bo'lsanglar, qani ularga duo tilovat qilib ko'ringlarchi. Duoyinglar ijobat bo'lamdikan yo'q. Mubada sizlar o'zinglar cho'qinadigan ashu butlarga haq yo'lda mangdu, haqni ko'rdi, haqni anglaydi va bizni haq yo'lga yetaklaydi deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, ularning mangdigan puti qani, ko'radigan ko'zichu, anglaydigan quloqi qani, sizlarni yetaklaydigan qo'lichu. Allah Qur'on Karimda shundaq aytganki, Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli uy solgan o'mchukning misoliga o'xshaydi. Xuddi o'mchukning to'rdan to'qilgan uyi uni issiq sovuqdan ihota qila olmaganiga o'xshash, sizlar cho'qinayotgan butlarmi sizlarga hech qanday manfaat yetkazolmaydi. Biroq ey musulmon baxtisi, sen aytib baqa, dedi dondoplamaning orqasida turgan rahiblardan birisi.
Sen musulmonlarning burhani tarpidan masjid bilan nasaralarning burhani Aysaning monastiri va yahudilarning burhani Musaning sinagogi arasida zodi qanchalik farq bor? Shubhida qolgan inson, buni nayta obdan so'radim, dedi Mavlana Arshiddin Valiyullah uning savoliga javoban. Allah Taala Yahudilarning payg'ambari Musa alayhissalomga Tavratni, Nasaralarning payg'ambari Aysa alayhissalomga Injilni tushirganda, biz musulmon qavmining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on Karimni ashu samaviy nom putuklar bilan billa nazil qilgan. Biroq Yahudilar bilan Nasaralar ko'rinishda biz musulmonlar bilan billa deysimi, lekin ular Allohga sherik keltirganlikdan ular bizga o'xshamaydi. U so'zlab mush yerga kelganda so'zini to'xtatib, divaylashib turishgan rahiblarga mansitmagandek boshdan oyoq qarab qo'ygandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Ular halal məsləkdən şübhələnganligi və onunğa şək keltirganligi üçün Parvardigarimiz ular bilan bizning aralığımızga işçi tarafida rahat, tishida azab uqubat 12 yerda tömürdün qo'vqi bo'lgan qilin so'qib bizni ulardan ayirib etgan edi. Demak, musulmonlar masjidda kuniga 5 vaqt namozda Allohga sig'inib, taat ibodat qilib turg'ashqa Allah'ның rahmetleriga erişdi. Halbuki ular özlerining aşu sinagoglari bilan sirkib monastirlarda Parvardigarimizga sherik keltirishib, gunohi kabirga patqanlikdan Allah ularni baqi olamdagi azoblik uqubatlik do'zaxga mahkum qildi. Ey musulmon baxsi, men qarasam sen aşu sehrgarlik bilan shug'ullanadigan karomat egisi o'xshaysan, dedi Dondoplama uni masxir qilib. Endi sen bizga o'zing to'g'risida so'zlab bergin. Karomatlaringni ko'rsatib, sen aytayotgan ashu Allohning g'oyib g'azinlarini ko'rsatib baqqinchu. Ey ahli majusi, bilamsan, deb darhol uning dakkisini berdi Mavlana Arshiddin Valiyullah. Men sizlarga Haq Taolaning haq yo'lini tabliq qilganligim uchun xondan yoki sizlardan hargiz mol charpay, pul dunyo talab qilmayman. Chunki mening ajr to'kpamga tushliq haqqimni berishni Janobi Allah o'z ustiga olgan. Kimki Haq Taolaning yo'lida menib hidoyat topadigan, u faqat o'zining foydasi uchunla hidoyat topgan bo'ladi. Mubada kimki Haq Taolo ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan ozadigan, o'zining zini uchun ozgan bo'ladi. Chunki men sizlarga hargiz homiy bo'la olmayman. Attigandan beri ikki tarafning bas munozirasini anglab, jimjit o'ltirgan Chag'atay xoni to'g'liq to'mir taxit ustida qimildab qo'ydi. Mavlana Arshiddin Valiyullah bu bas munozirni oyoqlashtirish vaqt bo'lib qolganligini sezdi-da, Dondub Lamaning ko'ziga mixtaq qadilib turib, mundaq dedi: "Ey nadan, bilamsan, bu dunyoda hech qanday g'oyib xazina yoki karomatlar egisi deganlar aslo mavjud emasdir. Mavjud narsa faqat insonning tirikchiligi xolos. U shundaq narsa ekanki, biror qitim ziminga yig'ish bilan o'stirgan o'simligi orqali dehqonni xush qiladigan yozning yomg'iriga o'xshaydi. Yomg'ir o'tib ketgandan keyin qarsang, heliqi o'simlik qurib, sarg'ayib qolganligini ko'rsan. Andan u oyoq ostingda yanjilgan cho'pga aylanib qoladi." Bu chaqda To'g'liq To'mirxon taxit ustidan turib, Shoh supining leviga keldi-da, Shohin shindikilarga bir qur takshi nazar silib qarab chiqdi. Andan salmoq so'zladi: "Shundaq, Mavlanam nayt to'g'ri aytdi. Bu dunyoda tirikchilikdanmi mushkul bo'lgan hunar san'at bo'lmasa kerak. Chunki boshqa har qanday bir hunarni usta yoki maktabda o'qish orqali o'rganib olg'ili bo'ladi. Biroq tirikchilik san'atini faqat turmushning mushaqqati, cho'nqur qaynamlarga shungish orqaliqla o'rganish mumkin." To'g'liq To'mir so'zini tugitib, Mavlana Arshiddin Valiyullahga "So'zingizni davomlashtirgaysiz" deganda qarab qo'ydi-da, ondan o'zi taxt ustiga berib o'ltirdi.
Haqanul Haqan Canabi Alilerinin etqanları tamamen toğra. Dep sözünü davamlaştırdı Mevlana Erşidin xandan icazet alğandan keyin. Ey kişiler, sizler özüңләрнең тән сәхәтеңләрне qandaq asrashni bilisizlar-go? Bədəninlərni kir qasavat basqan bolsa, g'usul tahorat elish orqali tininglarni paskina chirkinlikdan adalsanglar bo'ladi. Jangahlarda urushib, hargan, charchigan chig'inglarda bargahga qaytib kelib, araminglarni elib, arduqinglarni chiqarsanglar bo'ladi. Urushda tininglarga shikasti yetsa, yaranglarga shifoliq malham surib, tingib qo'ysanglar bo'ladi. Biroq shuni esinglardan hargiz chiqaymag'arsizlarki, ma'naviy tinglarni ana shundoq asrashni bilsanglar edi, u holda hargizmi foydasiz karomatlarga mustag'raq bo'lib, vujudinglarni kardan chiqarmagan bo'latdinglar. Sizlar zimindagi maxluqlarni o'zinglarga ma'bud qilib olgansizlar. Qani javob beringlarchu. Sizlar cho'qindigan ashu ma'budlar hayot mamatlikning kapoltimi? Ular sizlarga qandaq azgulik ato qiladi? Parvardigor osmon zaminning homiysidir. Ko'k bilan zamin aslida bir-biriga tutash edi. Parvardigor qudrati bilan ularni bir-biridan ayirib etdi. O'zining zahiy qudrati bilan Parvardigor hamma jonliq mavjudotni yaraldi dedi, ular yaraldi. Sizlar Tangri Taoloning qudratiga zodili chin tutmamsizlar? Yer tavrab insonlarni xavf ratmasun deb ziminga tog'larni bosruq qildi. Insonlarda safarda ko'zlagan murad maqsadlarga yetib olsin deb tog'dalada ham keng ham dag'dam yo'llarni bino qildi. Sizlar shuning uchun shubhidan xoli bo'lib hidoyat tepinglar. Allohning qudrati va karomatini toninglar. Shundaq qilib oltin qubullik saroyda o'tkazilgan bu qitimqi bas munasirda johillar guruhi bo'lgan Dundublama boshchiligidagi rahiblar Mavlana Arshidin Valiyullahga zodili muqobil kelolmay, oxiri o'zlarining yengilganligiga tan berishdi. Andın asldagi e'tiqodini o'zgartib, yangi e'tiqodni qabul qilganligini bildirishdi. Shuning bilan bu gap hozircha mushu yerda turib tursin. Xonning farmoniga binoan xon muhrdori yalliq tayshi mavkabdagi barliq amir baglar, akabir ashraflar va arkoni davlat xonlarining 40 kungacha boshlaridagi uzun chosh jalolarini tushirib, soqollarini qirdirib, g'usul tarat elib, badanini pokizlab, xatmi sunnatni ado qilgandan keyin yaxshi kunlarning birida xonga agishib, Allohga iymon etish uchun iroda qilganligi jakarlandi. Bu albatta keyingi gap edi. Biroq ular mushu ahkamlarni ado qilayotgan mazgilda ularning ahli xotinlari o'rdaga besib kirib norozilik bildirishdi. O'rdada parakandichilik boshlanib, xotirjamlik buzildi. Aslida bu ishning jarayoni mundaq edi. Mavkabdagi e'tiqodni o'zgartib, islomiyatga bay'at qilishni xohlagandan keyin Mavlana Arshidin Valiyullah Chag'atay xoni Tug'luq Tumirga har qandaq bir kishi islomiyatga bay'at qilib, iymon etishni niyat qilsa, u er kishili bo'ladi ekan, u holda hammadan avval xatni qildirgan bo'lishi shart. Bu har bir musulmon ado qilmasa bo'lmaydigan bir sunnat hisoblanadi. Şuna musulmonlarda o'g'il bola 7 yoshga kirganda xatni qildirib, sunnatni ado qiladi. Bu shak shubhisiz, biroq siz boshliq Chag'atay ulusidagi erlar yengidan musulmon bo'lg'uvatsizlar. Şuna sizlar uchun sunnatni ado qilish, iymon etib, musulmon bo'lishinglardagi birinchi qadam hisoblanadi deb aytdi. Xan, mayli bo'lmasa ey Mavlanim, mening xatnamni siz qilg'aysiz. Mavkabdagi qolgan amir baglar jaysanglarning xatnisini birodarlaringiz qilg'ay deb izn berdi. Birodarlar o'rdidagi Chag'atay erlarining xatnisini qildigan chaqda ularning xotinlari erlarimizning bu narsasini kesvasa, qisqirab kichiklab ketsa qandoq bo'ladi deb o'z erlarini xatni qildirg'ili qo'ymadi.
Nailaj Mevlana Erşidin Vəliyullah ərlərinin xətnikini faqat buğdayçılık uzunluqda kesidiganlığını aytib, xotunlarını xatircəm qıldı. Ular razılıq bərgəndən keyin Mevlana Erşidin Vəliyullah İskəndər başlıq buradarlarga ordadakı ərlərini xətni qilishni buyurdu. Özü bolsa Toğluq Tömürxanның xətnisini qıldı. Puxralarning bir-birdan ögünüp özara xətni qilishdi. Shundaq qilib xotunlar chiqargan bu parakandichilik oxiri besqib, xotirjamlik asliga keldi. Kech kuz pasli. Yazdan beri bir tamchımı yağmur tamdırmagan bexil asman shu kuni kechidan boshlab birdinla aynishqa başladı. Qurib ketgan havo ho'l yig'in purg'i bilan nafas ilishqa başladı. Yerim kechidan o'tganda osmon o'z algikini tasqashqa başladı. Osmondan ziminga qo'yilayotgan yağmur bargan siri kuchaygili turdi. Yağmur suyu uzoqdan buyan bir timimmi suv ko'rmay chanqab ketgan yerning yuzini avval ho'lladi, andin yer betiga singib bara-bara uning qalbidagi chanqoqlikni besishqa başladı. 3-cü kuni to'g'uchiligidan boshlab taladiki yig'iyotgan yağmur qarga aylandı. Kun sharqdan qizirib ko'tarilganda butun shahar oyoqqa turgan edi. Bugun Chag'atay mamlakatining qudratlik xaqani To'g'luq Tömür uzoqdan beri mamlakat miqyosida paydin-pay yurgizayotgan din islohoti to'g'risida butun mamlakatga farmon jakarlamoqchi, ya'ni mamlakat bo'yicha ko'ni e'tiqodni o'zgartib, islom diniga ko'chganligini jakarlamoqchi bo'ldi. Bu xabar allaqachon yezi qishloqlargacha tarqalib ketgan bo'lg'ashqa, Chag'atay ulusidagi Majusi Nasara musulmon puxralarning hammasi allaqachon xabar tepib bo'lishgan edi. Shunga Xaqon To'g'luq Tömür Amir Umara Jaysang baglarini boshlab iymon aytadigan deyishib, taraf-tarafdan guldirlashib kelgan Almaliqning har qaysi ko'chalardan shaharning markazidagi xonliq o'rda oldidagi Registon maydoniga qarning sudak aqmoqda edi. Almaliqdagi bir qaysi majusi butxonalari, nasara cherkovlari, yahudilar sinagoglari va musulmon masjidlarining eshiklari o'rdining farmoni bo'yicha ko'chaga qartib dag'dam echitilgan bo'lib, har qaysi dinlarga e'tiqod qiladigan odamlar butxona, cherkov, serkib, sinagog, masjidlardan ko'chalarga davrab chiqishmoqda edi. Shahar atrofidagi yezi qishloqlardan har xil ilohga tevindigan millat ulusi xilma-xil har xil yoshdagi afval mahqasi bir-biriga o'xshash bo'lmagan xilma-xil tabiiy darajalarga mansub 10 tumandan ortiqroq qeri yosh ayol muxlislar poytaxt Almaliqning 6 qo'viqidan shaharning qoq o'ttirsiga joylashgan xon o'rdisi oldidagi Registon maydoniga to'p-to'p bo'lib kelmoqda edi. Tushkichilik bo'lgan arliqda Registon maydoni har xil kiyingan, har xil e'tiqodki ayol muxlislar bilan to'ldi. Maydonning shu chaqdagi ajoyib tantanlik manzarasini ko'rgan har qanday bir odamning to'miridagi qonlari mavj urmay, qalbi hayajonga to'lmay tura olmaydi. Ularning usti boshlari har xil edi. Bu odamlarning orasida beshida parvoz qilib uchishga tamshilayotgan lachinni aslatadigan ushluq qalpoq kiyib, uchisidagi kang ipak tonlarini sunnar bilan bog'lab olgan Nesoretiyan dinidagi Uyg'ur nasaralarimi. Beshiga Mo'ng'ulcha din qalpoq, uchisiga yan izmilik uzun Mo'ng'ulcha ton kiyishib, uzun chachlarini qapturg'iga silib, belini xam tasma kamar bilan bog'lashib olgan majusi Mo'ng'ullarmi. Chigilishib ketgan qapqara chachlarini qiyiqchi yog'liq bilan chigilib, uchisiga yoqsiz ton kiyishib olgan mani basmillalarmi va boshqa inson tayplarmi bor edi. Qisqasi ularning kiyim-kechaklari xilma-xil bo'lib, bir-biridan farqlanib turadi. Sunnar Xristiyanlarning belini bog'lab olgan chuchuluq uzun sho'ynasini ko'rsatdi. Shaharning markazidagi xonliq maydonga yig'ilgan minglagan, tumanlagan Chag'atay puxralari uchun maydonning kun petish tarafiga, musulmonlarning sajdagohi bo'lgan Makkadagi Ka'ba tarafga, qibliga mehroblik rolini o'taydigan egiz bir yog'och shohsupa silingan edi.
Şah Supining ustida Chag'atay xoni Tug'luq Temirning ustozi Mavlana Arshidin Valiyullah o'ri turadi. U bugungi murosimdan keyin peshin namoziga imomchilik qilmoqchi edi. Şah Supining yenidagi egiz yog'och shabbi ustida Mavlana Arshidin Valiyullahning birodarlaridan Iskandarning butun maydondagilarni musulmonlarning peshin namoziga chaqirib, so'zib etgan azon ovozi poytaxt osmonda yangradi. Bu chaqda Chag'atay xoni Tug'luq Temirxon Jaysang to'rlari boshliq mavkabdagi Jimi Amir Umara Bagbigatlar Shah Supining osti tarafida oldini qiblaga tarafga qilib o'ri turishgan edi. Ular başlardaki uzun çaşları musulmonlarning qoida tuzuklari bo'yicha butunlay tushirilgan edi. Ularning chiroyi mushtabda intayin suzuk, surlik ham jiddiy edi. Bu yerda yuz berayotgan ishlarni ko'rib, kishilar xuddi o'zlarini tush ko'rayotgandek his qilishmoqda edi. Ular o'z-o'ziga bugungi bu yig'ilishga musulmonlarning masjididagidek azon to'lashning nima hojati bordir? Xaqanning xotinlaridan birasi yangidan yo'riq dunyoga o'g'il bola tavallud qildimi ya? Musulmonlar atiganda bir dapqur namozini o'qib bulishgan tursa, bu yana qandoq bo'lg'ini? Yoki xaqanimiz musulmon bo'lib iymon etgan bo'lsa, musulmonchilikning udum rasmiyatlarini mushundaq ado qilamdigandi ya? Azan shuningdan derak berotamdikin deyishib, hayroni has bo'lib, qo'lining dumbisini tishlashmoqda edi. Iskandar azan etib bo'lgandan keyin xonning ustozi Mavlana Arshidin Valiyullah Chag'atay xalqi yangidan bay'at qilmoqchi bo'lgan islomiyat musulmondarchilikning qoida ahkomlarini xaloyiqqa birar qur tushuntirdi. Ey mo'minlar, dedi u jarangliq ovozda. İslamiyetning tüp asosiy iymondir. İman demeklik Allah deb atıladigan uğan Tangrining birligiga ishonish, uni e'tirof qilish, uğan Tangrining malaikalarini e'tirof qilish, uğan Tangrining savchilarini e'tirof qilish, uğan Tangrining biz insonlarga tushirgan nom bitiklarini e'tirof qilish, qiyomat kuni va u dunyoda o'lganlarning qayta tirilib o'zlarining ish amallardan qayta hisob berdiganligini e'tirof qilish, jannat bilan do'zaxning mavjudligini e'tirof qilish deganlikdir. Mavlananing so'zi tuvanda uning tablig'ini anglab turishganlarning orasida ba'zilarining vaqirab turib so'rgan savoli bilan uzib qo'yilishdi. Biz Mong'ollarda baxshining yuz gipi tilak, bir gipi kerak deydigan maqoli bor. Dedi topning ichidagi birsi chanqoqdek chang'ildab so'zlab. Sening bizga bir eg'iz rast gaping kerak. Xalqning ko'pchiligi bugun mana mush yerda bor. Ikki at tepsa arda qolgan eshak o'lidi deydigan tamsil bor. Sen bu gapni so'zmay, rast so'zingni so'zla. Aytqina, sen zodi bizni nima qil demakchi? U rast deydi. Bizning mashhur Chingizxon deydigan ajdodimizning oldida sen qanchalik nima eding? Çilishni avaz qilsang, mana men sunquy bug'i bilan chilishib ko'r. Men sening belingni obdan bir qayrib qo'yay. Avval mening bilan chilishib yiqita olsang, andan hammamiz sen Alloh deb aytgan ashu uğan Tangriga iymon keltiraylik. Voy tova, bu baxshining gapdonligini qara. Yana o'zini bilimgarda ko'rsatyapti texi. Ey gunohkor azg'un, bilamsan, deb radiya berdi uningga Mavlana Arshidin Valiyullah. Sizlarning insonlik darajasiga ko'tarilishinglar hargizmi o'zinglarning mashhur o'tgan ajdodinglar bilan emas, balki o'zinglarning tirishchanlik ijtihodinglar bilan, o'zinglarning uyg'on Tangriga taat ibodat qilishinglar orqali qo'lga keladi. Darvaqa nasab bilan faxrlanish eni hamma yerda bor. Başqa ellarda İslamiyetni qabul qilganda diniy va dahriy mansablar shu vazifaga loyiq keladigan odamlarning qo'liga topshirilmay, nasab surishtirilib, bu ishlarni ahli bo'lmagan naloyiq odamlarning qo'liga tutqizilganlikdan nurg'un kishilarning xato yo'lga minib gumroh bo'lishiga sababchi bo'lgan. Shunga har qanday yerda xalqqa boshlamchilik qilish ishi nodonlarning
Cahillarning qo'liga tushib qolsa, danishman, fazil, qobiliyatli odamlar e'tiborga ilinmasa, shu yerdagi avom xalqning gumrohlashishiga, gunohi kabirga petib qilishiga sababchi bo'ladi. Ey baxshi, bu gapingo to'g'ri. Avom xalq gunoh kabirga qandoq petib qoladi? Bizga hammadan avval shuni so'zlab ber, deb loqma tashildi xaloyiqning orasida birsi. Nayti yaxshi so'rading, dedi Mavlana Arshidan Valiyullah darhol. Payg'ambar Muhammad alayhissalom shundoq deganki, Alloh taolo ilmni kishilardan tortib olmaydi. Balki ularning orasidagi ilm egilarini bir-birlab o'z dargohiga aytish orqali tortib oladi. Alda ilm egilari qolmaganda kishilar o'zlariga jaholat egilarini bosh qilib oladi. Andan keyin bu jaholat egilaridan savol so'ralsa, ilmsiz fatvo berilib, o'zlarini azdı va boshqalarni azdirdi. Nayt to'g'ri aytdingiz, hurmatli ustoz, dedi To'g'liq Temirxon uning so'zini quvvatlab. Biz Barlas Sulduz qavmlarining oxirgi hisobida qudratini sundurdik. Xon atkasi marhum Ulusbegi Amir Bulajining qo'llashinimi oxirgi hisobda qo'lga keltirdik. Eng oxirida butun Chag'atay ulusini va butun Chag'atay mamlakatini ulug' bo'g'imiz Chingizxonning qarchig'i suratlik muqaddas tug'i ostiga uyushtirishga muvaffaq bo'lib, o'zimizning murad maqsadlarimizga yetdik. Lekin hozir qaraydigan bo'lsak, bizning bu o'yimiz xato ekan. Biz cho'chirini ham sanab yurgan ekanmiz. To'g'liq Temirxon so'zlab mushi yerga kelganda, so'zini to'xtatib, tövəndə qarab turishgan Amir Umralarga, xaloyiqqa birer qur nazar saldi. Andın so'zini davomlashtirdi. Mən gerçi mərhum xan atam İsənbuğa xanның varisi sübtida mərhum Amir Bulaji Doğlatның himoya qilish arqasida Chag'atay mamlakatining taxtiga o'ltirib saltanat surgan bo'lsammi, ammo huquqliq ulus beklarning qo'lida qo'rchoq bo'lib yurishga majbur bo'lgan edim. Xaqanliq Savlinjani Chag'atay ulusidagi huquqliq ulus beklarining qo'lida edi. Hazır qaraydigan bo'lsam, ulus beklarining bundaq ish harakatlari hargizmi Chag'atay saltanatini qudrat toptirish uchun bo'lmasdan, balki Chag'atay ulusining shillisiga minivilish uchun ekan. Ular o'zlarining Chag'atay ulusi ichidagi imtiyoz huquqini mustahkamlash uchun o'zi bag, o'zi xon bo'lishdi. Barlas Do'xtaviy qavmining amir beglari bir tutundan bir lashkar olgan bo'lsa, Sulduz Doğlat qabiləsinin əmirlərimi bir tutundan bir lashkar oldi. Məsələ, adamlarning lashkarlikka ilinishida emas, lashkarsiz taxt saltanatni mustahkamlash hargizmi mumkin emas. Albatta, biroq bu ulus beglari o'zlarining ta'sir kuchini zo'raytish hisobiga odamlarni o'z xohishiga qarshi o'zaro qirg'inga boshlamoqchi. Alni tapriqchilik azobiga giribdor qilmoqchi edi. Xo'sh xaloyiq, aytib beqinglarchu, bizning asosliq savolligimiz zodi nada? Maydondagilar chunqur sukutga patdi. Bayatdan xuddi poruqlab qaynayotgan qazandek bo'lib ketgan maydon hozir yerga yengni tushsa anglangidek timtasliqqa cho'mdi. Sözümge quloq silinglar xaloyiq, dedi To'g'liq Temirxon so'zini davomlashtirib. Bizning savalligimiz shu yerda ekanki, bizning ko'zimiz ota-bovlarimizning taxt saltanatidan nerisini ko'rmagan ekan. Bizning birinchi savalligimiz har qaysi huquqliq ulus beglarining Chag'atay taxtini o'z changiliga kirgizilishdan ansirab, bizni saltanatdan qudrat toptirish, xalqni baxit saodatli qilishda hidoyatga boshlaydigan yip-yangi e'tiqod islomiyatni ta hozirgacha tonimaganligimiz bo'lsa, ikkinchi savalligimiz. Ulus beglarining tatliq gapiga ishinib, yip-yangi e'tiqodning kuchini ojizlashtirishga uringanligimiz bo'ldi. Men otamdan kichik yetim qilib, Do'xtaviy xalq orasida molchilik qilib yurgan chaqlarimda Uyg'on Tangrini tonigan bo'lsam, bunchavala agri yo'l besib yurmagan bo'latdimmikin tang? Alhal, men islomiyat orqaliqla mamlakatni qudrat toptira oladiganligimga, xalqni baxt saodatli qila oladiganligimga mana bugun chin dilimdan ishondim. Ilgari o'tgan mursal
Peygamberlerinin tolusi xuddi siz Toğluq Tömürxan aliylerdek qo'y beqish mushaqqatini o'z beshidan kechirgan, dedi Mevlana Arshidin Valiyullah uning so'ziga ulabla. Masalan, Payg'ambar alayhissalommu xuddi janobi To'g'luq Tömürxan aliylerdek ota-onasidan kichik yetim qolgandan keyin kichikida bir mezgil urug' tuqqanlarning qo'ylarini baqqan ekan. Kichikida qo'y beqish bilan shug'ullangan payg'ambar bizning payg'ambarimizla emas albatta. Balki payg'ambarlarning ko'pinchisi kichikidilla qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lgan. Ularning balaliq davrining qo'y beqish bilan o'tishidagi sir hammasining Uyg'on Tangri tarafidan insonlarni aqartib, to'g'ri va haq yo'lga boshlash uchun avatilgan xos bandlari bo'lganligida ifodalandi. Şuna ular çarpay harva hayvanlar arasındaki en rayiş, yavaşlardan bolgan qo'ylarni beqish orqali başqalarını tərbiyələş, aqartish məfkurusini kichikidilla o'zlariga singdirib, insoniyatni hidoyatga boshlaydigan mursal payg'ambarlardan bo'lib yetishib chiqqan. Men Do'xtavi ilida qo'y beqib yurgan chaqlarimda, dedi To'g'luq Tömür so'zini davomlashtirib. Xo'jayinim bilan billa bozorga borgan edim. Shu kuni havo sovuq edi. Osmonni qora bulut qaplab olgan, bulutlar orasidan bozorga to'plangan odamlarga marab turgan quyosh o'zining haroratsiz nurini sepmoqda edi. Bozordagi odamlarning usti boshlariga qarg'ili bo'lmaydi. Hammasining angli yalang yupuq, jul-jul bo'lib, to'lisi yerim yalang'ash edi. Adamlarning ichilib qolgan at yenini sirtidan achchiq sovuq yalasa, ichini achchiq azobi tatlaydi. Bazarning o'ttirsida bir necha joyga yo'g'on dashqazonlar o'rnatilgan bo'lib, ostidagi o'choqlarda uliq o't gurildab kuyatdi. Qazonda bo'lsa, zig'ir yig'ida pajildatib go'shtlar qo'rilmoqda edi. Cho'risida qazonda pishiyotgan mazalik tamoqlarning sherin puroqlariga mas bo'lishib, talmurib yurgan odamlar orasida ermu, ayolmu, yoshmu, qerimi bor edi. Ularning jul-jul bo'lib ketgan angillardan ko'rinib turgan qovurg'alarini sanab olg'ili bo'ladi. Biroq ularga rahim qiladigan, ichi og'irtadigan birmi odam yo'q edi. Shu asnoda ularning orasidan birisi po'roqlab qaynayotgan sho'rpiga qo'lini silibla qozondagi go'shtdan bir parchani oldida orqasiga qarab badar qashmoqchi bo'ldi. Uninggachilik qozonning egisi uningga tashlandi-da, yerda pomdaqlashib ketdi. Xo'jayin ichirqab ketgan heliqi odamni putlari bilan tapkilab, bozg'andak mushlari bilan mushlab, holidan ketayotgan bo'lsa-mu, ammo heliqi och qolgan odam hech narsaga parvo qilmay, tayoq yeb, oyoq ostida chayilinib yotganini sezmay, qo'lidagi ustixonni davomli g'ajilaverdi. Oxiri u qo'lidagi g'ajilayotgan so'ngakning ta'midan bir oz bo'lsa-mu huzur oldimi qandaq o'ziga kelgandek bo'ldi-da, xuni qashqan nursiz ko'zlari bilan menga tikilib birdam qarab turdi. Andin beshini ikki qo'lining orasiga elib yum-yum yig'lab ketdi. Bu chaqda men ko'rgan bu ichinishliq manzara yurak bag'rimni ezib tashlagan edi. Men xalqimni urganda, savg'anda, hatto do'zax o'tiga silib azoblagandimi, uning o'g'lonlari orasida nomardlik nishonini ko'rsatadiganlar nihoyatda oz uchraydi. Biroq qashshoqlik va ochliq odamni mana mushundoq lolma itdimmi battar ichinishliq holatga tushirib qo'ydi. deb o'ylab qattiq azoblandim. Osmondagi butsat va qutquzg'uchi Qunishim Burhan va boshqa busarlardan zimindagi azob oqibatga cho'kkan xalqimni do'zax azobidan qutuldirg'aysan deb qo'limni so'zsammu, ammo zimindagi ashu bechora xalqning ahsorlaridan boshqa sadoni zada anglamadim. Abahi ajdodlarimizdan tartib e'tiqod qilib kelayotgan ashu Amitaba Burhan, qutqazg'uchi Qunishim Burhan, chiroqchi Burhan, do'rgar Burhanlar hala bugun xalqimizning mushundaq oyoq osti qilinayotganligini ko'rib turibmi, ularni cheksiz azob oqibat dengizidan qutuldirib chiqishga hargiz qodir bo'la olmadi. Biz Mo'ng'ullarda oyoqdan ko'tarilgan chang
ağzınga kirdi deydigan təmsil bar. Mana əmdi sizlərni azab uqubat dengizidan qutuldurub chiqishqa zinhar qodir bo'lalmagan ashu noinsaf butsatlarga yana davomliq bosh urib sajda qilishinglarni hargiz xohlamayman. To'g'liq Temirxon, Abduvali Ali 5-bab oxirgi qurg'on 287-batdan boshlandi. Xaqan aliylarning so'zi barhaq, dedi Mavlana Arshidin Valiyullah To'g'liq Temirning so'zini quvvatlab. Odam balasi tug'ilganidla uğan Tangri tarafidan izzat hurmat suyi bilan yuyindirilgan bo'ladi. U atrofdagilarga bir qarab etgandan keyin so'zini yana davom qildi. Shunga hadis sharifda insonlar targ'oqning tishidek bab-baravardir deyilgan. Dunyo bajayki cho'ng aylıdır. Bu ayılda yaşaydıqanlar aslida bir-biri bilan bab-baravar yaşashi kerak edi. Nihayat bu ayılda yaşaydıqanlar kishilarning e'tiqodining har xil bo'lishi, zulisining takshi uzilmasligi tufaylidan birlari yana birlari tarafidan e'tiborsizlanib, kamsitilib, xorilinib, bo'zak etib kelinmoqda. İslamiyet barliqqa kelgan kundan tortibla külli inson bab-baravar degan tüp aqidini targ'ib qilib keldi. Vaholanki, uğan Tangrining mo'min bandlari yashaydigan bu dunyoda insonlar azir haqir, boy gaday, huquqdor puxra deb ikki cho'ng toifaga ayirib etildi. Necha vaqtdan beri nurg'un al-xaloyiq kambag'allik, xaru zarliqning dardini tortib keldi. Ey xaloyiq, her birimiz üçün yoki iman e'tiqod, g'urur izzatimiz bilan beshimizni tik tutib yashash, har qanday qiyin mushkulliklarga bosh egmaslik yoki iman e'tiqod kishilik izzat hurmatimizning paymal qilinish hisobiga quldek bosh egib yashashdek ikki yo'l turibdi. Bas, hala bugun bizlar uchun bundaq tangsiz oqibatni oxirlashtiradigan payt oxiri yetib keldi. Bizlar uchun o'tmish bilan xo'shlashib, ko'ni e'tiqoddan uzil-kesil voz kechib, yip-yangi islom dinini e'tiqodi bilan qurollanib, parlaq istiqbolimizni kutib oladigan payt oxiri yetib keldi. Alhol, Xaqani To'g'liq Temirxon janobi oliylari sizlarni ana shundaq xaruzar qilgan ashu ko'ni e'tiqodinglardan tark etkizib, dilinglarni poklamoqchi. dedi Mevlana Arshidin Valiyullah To'g'liq Temirxonning so'zidan iliblam. Abai ajdodinglarning davom qilib kelayotgan xurofotlik, pas, havoyu havasga berilish va zulm sitam, rahimsizlik istibotidan qutuldirmoqchi. Shunga u Qur'on Karimda Alloh tarafidan nozil bo'lgan, Alloh taolo iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan kishilarga ularni ziminda xalifa qildiganligi haqida va'da qildi degan oyatning buyuk hikmatiga sazovar bo'ldi. Ey Chag'atay ulusi, Janobi To'g'liq Temirxon oliylari, Alloh taolo tarafidan sizlarga avatilgan Amir Islom Xalifahi Rahmondir. U egiz ko'targan islom tug'i sizlarni gumrohlik ichidan qutqizib, Allohning hidoyat yo'liga boshlaydi. Chag'atay xoni To'g'liq Temir palampay orqali yuqoriga ko'tarilib, mehribonlik rolini o'tayotgan shoh supining ustiga chiqdi. U maydonga to'plangan, minglagan, tumanlagan har xil toifa ulusdan bo'lgan xaloyiqqa ulug'vorlik nazari bilan bir boshdan qarab chiqqandan keyin o'zini tetik tutib, salmoq vaznda farmon jakoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Manki Malik To'g'liq Temir ibn Hisan Buxa xandurman. Hükümalar manga 1600 yildan keyin Yafas ibn Nuh alayhissalom avlodidan Mong'ol jamoasidan bir kishi ko'tarilib chiqur, u Iskandar Sani bo'lur deb bishorat bergan edi. Alhol ul bishorat hala bugungi kunda ayon bo'pti. Bu haqiqatan mening ism jismimga loyiq atoq ekan.
Mən sizlərə şunu jakalaymanki, muşu yerning və muşu saatning hurmati uchun hammanglar beshinglardagi uzun chechinglarni pokiz qirdirg'aysizlar. Saqal burtinglarni takshi qirqig'aysizlar. İslomiy shariatga xilof keladigan egin angliklarni darhol daryoga tashlag'aysizlar. G'usul tahorat elib, majusilikning kim qasovatlari bilan bosgan teninglarni paklag'aysizlar. İslomiy sunnat xatnanglarni qildirib, İslamiyat ahkamlarini to'liq bajo keltirgaysizlar. Men sizlarni İslamiyat yo'liga da'vat qilaman. Iloha sana iymon keltirish oldida turgan, haq yo'lingni tunishga boshlagan Chag'atay ulusining ko'ngillaridan islomiy sharifning nurini va muhabbatini mangu yiroq qilmag'aysan va ularni boshqa musulmon jamoati bilan jam qilg'aysan. Ilohim bizni musulmonlar va miskinlar, yo'qsillar qatorida tayyor qilg'aysan. Nabiy va mursal payg'ambarlar hurmati bilan amin. Chag'atay xoni To'g'liq Temir Farmoni alini jakarlab bo'libla ikki qo'lini duoga egiz ko'tardi. Bu chaqda xonning ustozi Mavlana Arshidin Valiyullah va uning birodarlari Toshtemir Bahodir, xon inisi Temir Malik, xon muhrdari Yalliq Tayshi hamda Mavkabdagi Jaysang to'rilar boshliq Amir Umara qatorliq davlat arkanlarimi xon bilan billa qo'llarini duoga ko'tardi. Kishilar, xaqonimiz iroda qilgan bo'lsa, bizlarga nima amal, amsa bizlarmi iroda qilishdiq, deyishib, birdan, ikkidan, uchdan, eng oxiri maydondagi xaloyiqning hammasi qo'llarini egiz duoga ko'tarib, ullik ovozda amin deyishib, xonga jo'r bo'lib, iroda qilishga boshladi. Maydondagi odamlarning barang churunglari xon ustozi Mavlana Arshidin Valiyullahning imomligida o'qiyotgan namozda qilinayotgan duo tilovatlar xuddi o'rkashlayotgan dengiz to'lqinini eslatdi. Vaqirayotgan, jaqirayotgan odamlarning ovozlari ba'ayni osmonga tang ko'tarilgan sonsiz qushlarning o'rkigan ovoziga o'xshaydi. Odamlar bir-biridan tap tartishmasdan ko'z yoshlarini yuzlariga surtishib ho'ngrab yig'ilishadi. Gahi birlari hushidan ketib yiqilatdi. Arzulab kutilgan bu hayajonli muhitda aslidagi ko'ni e'tiqodidan voz kechib, mamlakatning bulung pushqoqlaridan bu yerga yetib kelishgan har xil e'tiqoddagi odamlar bir-biri bilan qo'shilib, aralashib bir gavda bo'lib ketayotgan ashu ta'sirlik daqiqalarda bu mo'jizadan keyin hamma narsaning o'zgarishi shart edi. Katoliklarning Almaliq yeparxiyasining episkopi Richardning ko'nglida umriga kelib tunji qitim o'ch ilish tuyg'usi paydo bo'ldi. Nasaralarning dushmanidan o'ch olmaslik haqidagi aqidasi Richardning dilidagi bundaq intayin zaharlik tuyg'uning zarbasida allaqachon pachaqlanib ketgan edi. Chag'atay xoni To'g'liq Temirning islom dinini Chag'atay mamlakatining davlat dini qilib e'lon qilganligi Richardning muqaddas Rim imperatorligidan toki Osiyo cho'ng quruqligining kindigiga joylashgan Chag'atay mamlakatini o'z ichiga olgan bu bepoyon kang zaminda xuddi katoliklar Yevropasiga o'xshash yangidan bir katoliklar qit'asini barliqqa keltirishdek sherin xiyolni bekchit qilib tashlagan edi. U bu to'g'riliq o'ylagan siri g'azablanib, xuddi bazgak kesiliga giribtor bo'lgan odamdek titraydi. Oxiri u qorong'uga qaramasdan, hatto talada oq yig'in bo'layotganiga qaramasdan ko'chaga chiqib aylanib kelish uchun San Fransisko cherkovidan chiqdi. Kech kuzning mash'um qorong'u kechasi episkop Richardni o'z qo'yniga oldi. Tala bakmi salqin edi. Uning g'azabdan yerilib ketay deb qolgan yuziga yomg'irning sovuq tomchilari xuddi nashtardek urilmoqda edi. U beshidagi qirliq qizil bo'kini qo'lga elib, ustidagi yomg'ir tomchilarini silkib tushirayotgandan keyin yana beshiga kiyib oldi.
U texi oldingi kunlarda Chag'atay xoni Tug'luq Temur islom dinini mamlakat dini deb e'lon qilgandan keyin tug'ilgan turli tashvishlik xiyollarining hukmronligidan qutulolmay turayotganda ordining San Fransisko chirkavini musulmonlar uchun masjid qilib o'zgartishni qaror qilganlik to'g'risidagi farmonni topshirib oldi. Bu farmonda nasaralar e'tiqodidan voz kechmasa ixtiyor. Biroq bu ularning xususiy ishi bo'lishi, chirkav sirkiplarda oshkora tabliq qilmasligi kerak. Nasaralarning chirkav sirkiplari musulmonlar uchun namoz o'qiydigan masjid qilib o'zgartildi. Mubada muxlislar farmonga bo'ysunmasa, ana to'nkash mana hasa olsunda shaharni bekorlab o'zlari xohlagan yerga chiqib ketsa ruxsat deb aniq ko'rsatilgan edi. Bir kun ichida o'zgarib ketgan bu ajoyib g'aroyib shum taqdirdan uning beshi gangrab aylanib qolgan edi. Uningga mushu tapda butun osmonni qora bulut qaplab, guldirmama guldirlab, chaqmoq chiqilgandek bo'lib tuyulib ketyotdi. U bu ishni o'ylagan siri paymoni to'shib, g'azablanganidan jaloqlab titrab ketdi. Oxiri achchig'ida beshini bir silkib baqirvatdi. Musulmonlarga yo'l bor. Biz qatallarga zodi yo'l yo'qmi? Chirkavdan qo'g'laydi texi. Mushumi islohot emish. Qani kimni qo'g'laydiganligini ko'ramiz. Qatallarni taqib qilganingga Hazrati Papa Gerogeri janoblari hargiz mutaqat qilib qarab turmaydi. Qatallar ko'ngil og'ritgan odamni mangu unutmaydi. Katoliklar dunyosi cho'qim musulmon dunyosi ustidan g'olib keladi. Buni uqib qo'y Tug'luq Temur. U qorong'ulik ichida qovoqlarga esilgan panuslarning yo'riqida yiroqdan girimsan ko'rinib turgan xon ordisiga tishlarini g'uchirlatgan holda o'miyib qarab qo'ydi. Qorong'ulik ichidan birsining aldirash kelayotgan oyoq tivishi anglandi. Cho'chib ketgan Richard o'zini darhol daraxtning orqasiga yo'shirdi. Yaqinli bir yerdan birsining "Episkop janoblari, bu sizmi?" degan vahimalik ovozi anglandi. Richard ovozidan uning pop pasxalis ekanligini tanidi. "Ha, bu men", dedi u daraxtning kaynida turib. San Fransisko chirkavining popi pasxalis yetib keldi. Tez manganligidanmi u hasiraytdi. "Janoblari, bildilimikin, orada bizga chirkavlarni bo'shatib berishimizni buyuribdi", dedi u hasirab turib. "Bu ishdan xabarim bor. Orada mangmu e'tiqodimizdan voz kechib musulmon bo'lishni, ya bo'lmasa almaliq yeparxiyasidan chiqib ketishimizni buyuribdi. Undaq bo'lsa, o'zlari qanday qilmoqchi bo'lyaptilar? Bu jahil musulmonlar bilan bir elishib ko'rsakmikin deb o'ylayman." "Menmo sizlar o'ylagandek o'ylagan edim, episkop janoblari", dedi pop pasxalis. "Mubada kurash qilmay turibla chirkavni musulmonlarga bo'shatib bersak, u chaqda Markaziy Osiyoda buyuk katolik dinini qurishdek ulug'vor planimiz nima bo'lmoqchi? Janoblari texi kelgusida biz qurmoqchi bo'lgan katolik davlatiga kardinal bo'lmoqchi edi-ku." Kardinal deganimiz, ya'ni xristian dinida bir necha yeparxiyalarni boshqaradigan kishi arxiyepiskop deb ataladi. "Alhol, bu hozir mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi", dedi episkop Richard g'azablangandan tishini g'uchirlatib. "Nafratlik yetim o'g'loq, la'nati qora tapan molchi, past tabiatlik Tug'luq Temur iflos musulmonlar sepiga qo'shilib ketdi. Uzoq yillardan beri ajrimiz shamolga so'rildi. Shunga bu masalani yangi boshdan o'ylab, puxta plan tuzmak kerakdir. Janobi pasxalis, qaraganda papa janobi oliylarga ul dinsizlarni jazolash uchun yangi ahli salib qo'shini tashkillash haqida taklif bersak bo'ldigan o'xshaydi. Janoblari, meni bir ish bilan izlab keldilimi?" "Shundoq, episkop janoblari. Bir bo'lak qatallar San Simon monastiriga yig'ilib duo tilovat o'tkazayotgan edi. Men janoblarni tabliq qilib berishga taklif qilib kelgan edim."
Pop Paskalısının sözünün ahiri texi ayaqlaşmay turatdı. Yıqıllı bir yerde ip qattiq qavab ketdi. Yaqindan beri her qaysı dinlarning muxlislari arasidagi qarma-qarshilik birdilla kuchayib, Astana'nın vaziyati jiddiyleşib qolgan edi. Şuna Astana Almalıqda ciddi holat farmonini jakarlab, kechida yo'l yurishni qat'iy ma'ni qilgan edi. İşçilarning ansiz qavishi ko'chalarni charlab yurishgan yasovullarning yiqilli yerda ishkanligidan darak beradi. Şuna episkop Richard darhol Pop Paskalısını boshlab San Simon monastiriga qarab mangdi. Ular monastirning yan eshigiga yetib kelganda ikki qatal Richardlarni kutib turgan ekan. Ular eshikni ichib, bu ikkisini kirgizayotgandan keyin eshikni yepib, ichidan quluplab qo'ydi. Episkop Richard Pop Paskalıslar monastirning to'riklik yo'ligidan o'tib, Udul Masih zaliga qarab mangdi. Zalda muxlislar chirkav umumiy xorini aytayotgan edi. Zalning ichi katolik muxlislar bilan liq to'lgan edi. Masif zali qandillardagi sham bilan yo'q-yo'riq yo'ritilgan edi. Chirkav umumiy xorga Aleksandriyalik Lavrentiy degan bir missioner riyosatchilik qilayotgan edi. U katoliklarning butun Almaliq yeparxiyasi bo'yicha eng yaxshi targ'ibotchilarning birisi edi. Umumiy xor oyoqlashgandan keyin missioner Lavrentiy tabrik qilishga boshladi. Uning ovozi xuddi yolg'iz kishilik naqshkechiligidagi naqshchining ovozidek yaqinliq edi. Muxlislar munbardagi targ'ibotchining qon temib turgan qip-qizil duglak yuzidan ko'zlarini uzmay, uning og'ziga qarab o'ltirishadi. U illiq chiroy, yeshi 35larga kirgan, tishlari sapla oltin bilan qoplangan, semizrak, lekin nihoyatda chaqqan odam edi. Lavrentiy bu chaqda Injil Luqa bayon qilingan xush xabardagi sadoqatlik bo'lish kerakligi haqida degan so'zini tabliq qilayotgan edi. U chaqda Hazrati Aysa poytaxt Yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato holda uning Xudoning podshohligini egallashiga oz qoldi deb qaraydi. Biroq Hazrati Aysa ularga mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bir oqso'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelish uchun yiroq yerlardan bir yerga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqishdan ilgari 10 chaqirini oldiga chaqirtib, har biriga birdan tilla berib, men qaytib kelguchiga buning bilan tijorat qilinglar, qani qaysinglar, qanchalik pul topsirkansizlar debdi. Biroq yurtidagilar bu oqso'ngakka o'ch bo'lg'ashqa kaynidan odam avatib, bu odamning bizga podshoh bo'lishini xohlamaymiz debdi. Oqso'ngak podshoh bo'lib kelgandan keyin darhol yilqi chakarlarni chaqirtib, ularning ovqat qilib har qaysisining qanchalik pul topganligini bilmoqchi bo'ldi. Boshda kelgini, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 10 tilla topdim" debdi. "Nayt yaxshi, sen yaxshi chakar ekansan. Men sana havol qilgan kichikina ishda ishonchlik bo'lib chiqqanliging uchun men seni 10 shaharni boshqarishga tayinlayman" debdi xo'jayin. Ikkinchi chakar kelib, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 5 tilla topdim" debdi. "Senmi 5 shaharni boshqarsan" debdi. Biroq uchinchi chakar kelib, "Xo'jayin, bergan tillayingiz mana turibdi. Men uni qo'l yog'lig'imga yo'gab uyda saqladim. Men sizdan qo'rqaman, chunki siz qattiq qo'l odam, termay turib yig'ib olsiz, o'zingizning bo'lmagan narsanimi ilib olsiz" debdi. "Ey yomon chakar, sening og'zingdan chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman. Sen mening termay turib yig'ib oldigan, o'zimning bo'lmaganligini ilib oldigan qattiq odam ekanligimni bilib turib, yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymading? Men qaytib kelganda o'smi bilan olmasmidim" debdi. Keyin u yendikilarga, "Uningdagi tillani ilib 10 tilla topgan chakarga beringlar" deb buyruq qildi.
Xo'jayin uning 10 tillasi tursa deyishibdi. Ular shundaq debdi xo'jayin. Amonatda ishonchlik bo'lganlarga ko'proq beriladi. Amonatga xiyonat qilganlarga kelsak, ularda barlarini elib ketildi. Mening podsho bo'lishimni xolamagan dushmanlarim bo'lsa, ularni oldimga akilib kallasini ilinglar. Tabliqdan keyin yana umumiy xor boshlandi. Ondan keyin muxlislar tövbe istig'for o'qishga boshladi. Muxlislarning orasida bir munchilari o'z gunohlari to'g'risida tunji qatim oshkora tövbe istig'for o'qib turganlikdan bak tartinib so'zlaydi. Bir qeri muxlis o'rnidan turib, o'zining o'tgan hayotiga noli faryod qilib, buqildab yig'lashga boshlagan edi. Boshqalar bu shundaq ta'sir qilib ketdiki, ularmi birisining orqasidan birisi tövbe istig'for o'qib, barg'ansiri texmi qattiqroq so'zlab, o'zining gunoh ma'siyatlarini yoshirmay oshkor qilib, dard to'kili turdi. Ular o'zlarini ayblab bo'g'ilishib ketishdi. Masif zalning ichi muxlislarning ulug' kichik tinib, o'ksib yig'ilgan yig'i-zariga to'ldi. Ey gunohkor ozg'un bandalar! Masif zalining ichida episkop Richardning ovozi yangradi. Shuningdan keyin masif zalining ichi timtas bo'lib qoldi. Episkop Richardning ovozi bir qilibda yumshoq anglanadi. U katoliklarning Almaniq yeparxiyasining musulmon mo'ng'ullarning besimi bilan taqalganligi, shunga diniy targ'ibot ishlarining barg'ansiri qiyinlashib ketayotganligini bayon qildi. Ondan muxlislarni diniy targ'ibot ishlari uchun ko'plab pul sadaqa berishga chaqirdi. Pasxalis bilan Laurenti ikkisi qo'llariga patnus tutib, zaldagi muxlislarni aylanib yurib sadaqa yig'di. Shuningdan keyin Episkop Richard katoliklarning hozir Chag'atay mamlakatida echinishliq zulmga uchrayotganligi haqida uzun shikoyat qilib, zada og'zi besiqmidi. Barliq ishlarga aqch kerak, aqcha. Aqchsiz hech bir ishni bir boshqa ochiqish mumkin emas, dedi u patnusdagi barg'ansiri ko'payayotgan aqchilarga ko'z qirda qarab qo'yib. Qalmoq xoni tug'liq to'mir allaqachon musulmonlarning g'altisiga aylanib qoldi. U hamma ishda musulmonlarning muddaosi bo'yicha ish qilib, qatallarni islom diniga kirishga zo'rlamoqda. Aramizdagi maydoni mustahkam bo'lmagan bir muncha muxlislarimizning musulmonlarning sepiga qo'shilib ketayotganligi ashu musulmonlarning suiqasdining bevosita natijasidir. San Simon monastiri qatal qarindoshlarining Almaniq yeparxiyasidagi eng oxirgi qo'rg'ini hisoblandi. Mubada bu eng oxirgi qo'rg'onmi qo'ldan chiqib ketsa, bizga bosh tiqqudek makon, put qo'yg'idek ziminmi qolmaydi. Halbuki qatallar yeparxiyadan ayrilib qolsa, hech bir ishni boshqa och qolmaydi. Episkop janoblari, biz nima qilishimiz kerak? Deb so'radi Pop Pasxalis. Iltifot qilib shuni bizga aytib bering. Biz uzoq yillardan beri Almaniq yeparxiyasida Papa Georgiy hazratlarining yo'l yo'riqlarini sadoqat bilan ijro qilib, Parvardigorimiz zimmasiga yuklangan muqaddas vazifani o'rinlab kelmoqdamiz. Hala bugun bu ziminda musulmonlar suiqasd ishlatib ustunlikni egallab oldi. Yani bizni bu zimindan qo'g'lab chiqarmoqchi. Shuni biz qo'limizga qurol elishimiz, muxlislarimizni qurollantirishimiz, shunda qilgandila ularga unumli taqobil tura olamiz, dedi episkop Richard uningga tushuntirib. Siz bizni o'rdiga qarshi isyon ko'tarishga da'vat qilmaydigansiz, episkop janoblari, deb so'radi missioner Laurenti o'z qulog'iga ishonmay. Shundaq missioner janoblari, bu nafratlik tug'liq to'mir bizni Chag'atay ordisiga qarshi isyon ko'tarishga majburlamoqda. Ajiba episkop janoblari, siz mushu 6 to'qtoq muxlislarimiz bilanla oldirab isyon ko'tarsak, g'alaba qozong'ili bo'lmaydiganligini, bunda qilishning to'liq tantaklik bo'lganligini, oxirgi hisobda o'zimizni o'limga tutib bermakdan boshqa hech qanday natija
chiqmaydiganligini asdan chiqirib qo'ymagansiz, ha? Qo'rqmang. Bizning o'rdidagi qalmoqxoni tug'luq to'mirni o'ttirdan ko'tarib tashlab, uning o'rniga chiqishni ko'zlab yurgan do'stlarimiz o'zlarining urinishlarini 1 minutni to'xtatgani yo'q. Mubada xonni o'ttirdan ko'tarib atkili bo'lsalar, ishimizning yerimi bitdi degan deb hisoblayvering. Qolgan yerimiga yana Parvardigorimiz bor. Episkop janoblari danadur, dedi missioner Lavrenti. Uzoqdan beri bizmi, qatallarmi, majuslarning bitchit bo'lishini arzu qilib kelgan edik. Parvardigorimizmi u nejis butparastlarning kunini uzun qilmaydi. Chag'atay mamlakatining oxirgi hisobda qatallar tarafidan emas, balki musulmonlar tarafidan istilo qilinganligi Parvardigorimizning biz bandlariga o'rinlashtirgan taqdir qismati bo'lib hisoblanadi. Bizmi Parvardigorimizga ibodat qilamiz, musulmonlarmi Parvardigoriga ibodat qiladi. Ular Parvardigorni yagona deb qaraydi, payg'ambar Rasulullohga iymon keltirishdi. Yaxshilik qilish bilan Aysa va bu Maryamni aslab turdi. Biroq musulmonlarda bo'lgan ashundaq keng qo'soqlik biz qatallarda yo'q. Biz aslida musulmonlarning bu mamlakatdagi g'albisi o'xshashla qatallarning g'albisi deb qarasak to'g'ri bo'ladi ekan. Chunki ularning g'albisi biz qatallar uchun ilhom, madad, rag'bat bo'ladi. Shuning uchun men o'z e'tiqodimiz va obro'yimiz, qadr-qimmatimizni saqlab qolgan holda musulmonlar bilan sulhilashishni, ular bilan tinchlikda birga yashashni tashabbus qilaman. Alhol Chag'atay xoni tug'luq to'mir janobi oliylari bu haqda bizga o'z og'zi bilan kapolat bergan. Shunga bu holda bizning davomli turda o'rdi bilan qarshilashishimizning hech bir ahamiyati qolmagan o'xshaydi. Episkop janoblari, bu ishga bak oldirab ketyotamdiq nima? Dedi bayatdan Richardning so'zini tasaddibilik his qilib turgan Pop Pascalsmi. Agar mumkin bo'lsa, ashu do'stlarimizning kim ekanligini bilgili bo'lamdikin? Bu haqda taqsir vaqti kelganda bilib qolsiz. Hozircha sizning bu haqda ortiqcha savol so'rashingiz behojat, deb uni qo'pollik bilan silkib tashladi Episkop Richard. Bu savol emas, episkop janoblari, dedi Pop Pascalis xijil bo'lib. Qo'l ostida ishlagandan beri u Richardni azaldan bu holatda ko'rmagan edi. Men o'ylaymanki, bizning isyon ko'tarishimizni muqaddas Rim qo'llamdi yo'q. Men faqat mushu ishning mushu tarafini o'qsammi bo'ldi. Men o'zimiz uchun eng xavfsiz yo'lni tanlashimiz kerak deb o'ylayman. Rim Vatikanning kutkunimi dal mushu ishidi, bilamsiz, janobi Pascalis. Papa hazratlari katolik yeparxiyalarining qo'lidan chiqib ketishiga qarab tura olmaydi. Tushundim, dedi Pop Pascalis va shuningdan keyin boshqa gap qilmadi. Episkop Richardning o'zidan ehtiyot qilayotganligini missioner Lavrentiga nayti aniq edi. Mana endi menmi bu suiqasdchilar sepiga qo'shilib qoldim deb o'yladi u. To'p-to'g'ri Registondagi dar ostiga elib boradigan bu suiqasddan qanday qutulsam bo'larkin? To'g'ri, bu suiqasddan do'stim Toshtemir Bahodirni baldiroq ogohlantirib qo'ymoq lozimdir. Qolganini ular o'zi uchun bilsin. Biroq episkop Richard o'zining o'rdidagi ittifoqchilarining nomini zodili tilga olmadi. Uning ustiga Chag'atay xoni tug'luq to'mirni qachon, qayerda, qanday usul bilan qaslamoqchi bo'layotganligi to'g'risida ozroqmi bishorat bergani yo'q. Shunga bu suiqasdning butun jarayoni bilan pishiq tunishib chiqish uchun missioner Lavrenti o'zini yanala janobi episkop Richardning sodiq qo'llig'i qilib ko'rsatishga majbur edi. Shunga uningga sabr taqat qilmoqdan boshqa amal yo'q edi. U sadiqaga yig'ilgan aqchining hammasini episkop Richardga berdi. Richard bu aqchilarning hammasini hamyeniga silib, obdan bekitib olgandan keyin zaldagi muxlislarga: "Kasal og'irlashgandan keyin og'riq kishining ahvolida o'zgarish yuz beradi", dedi. Yoki u kasaldan saqishga boshlaydi, yoki kasaldan saqiy olmay o'ladi. Har qanday yomon yarimi eg'iz olmay qolmaydi.
Her qandaq məşhum qarangılıqdan keyin yoruq taң atıdı. Nihayet lənəti musulmonlar bizga Çağatay zımında aramlıq bermegenken bizmi ularni bu zımında tinch yaşıgıl qoymasligimiz kerak. Biz monastirni çın bekitish uchun puxta tayyorlik ko'raylik. Tövenge domultıdığan taş köteklerini, qaynaq mumlarni qaynatadigan daş qazanlarni tayyorlab qo'yinglar. Oq dorilarni yaxshi editlab qo'yinglar. Bo'lmasa vaqti kelganda tamtirab qolsizlar. To'g'liq Temirxon, Abduvali Ali. 5. bab oxirgi qo'rg'on. 304. betdan boshlandı. Ketisi paytaxit Almalıqda soğuq şamal quturashqa başladı. Bu qish faslining yaqinlashib qolganligini bildiradi. Lekin bundaq şamal odatda tog' tarafdan chiqib, atdiganda kun ko'tarilishi bilanla besqib qoladi. Bugun atdigan xon odatdagidek burunroq nashta qildi va mulozimga Toshtemir Bahodir, Temir Malik va Yalliq Tayshini divanxonasiga chaqirishni buyurdi. Xon nashtini qilib bo'lib, divanxonasiga chiqqanda, ular allaqachon u yerda uni kutib turgan edi. Xonni ko'rib, Toshtemir Bahodir qo'lidagi pechatlangan bir parcha maktubni uningga uzatdi. Bu muqaddas Rim papasi Georgiy Forning avatilgan bir parcha maktub bo'lib, cho'rsi qizil suruq bilan pechatlangan edi. To'g'liq Temirxon pechatni yirtib xatni ochdi. Xatda Çağatay mamlakatining podshohi To'g'liq Temir islom dinini davlat dini qilib e'lon qildi. U Almaliq eparxiyasidagi katoliklarni islom diniga bay'at qilishga zo'rlamoqda. Sirkib monastirlarni musulmonlarning masjidi qilib o'zgartib, katoliklarni u yerdan qo'g'lab chiqardi. Almaliq yeparxiyasidagi katolik qarindoshlar hozir o't bilan suning ichida jon talashmoqda. Ularni zulm sitam uchoqlaridan, xarzorlik quduqlardan qutuldirib chiqish ahli salib restarlarning bosh tortib bo'lmaydigan muqaddas burchidir. Sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Deb so'radi xon qo'lidagi maktubni o'qib bo'lib. Almaliq yeparxiyasidagi episkop Richardning o'rdiga qarshi naloyiq ishlaridan biz allaburilla xabar topgan edik. Biroq din islohatining o'ngishli ishiga kapolat qilish uchun uning ustidagi nazoratni kuchaytirish, ammo hozircha tegmaslikni qaror qilgan edik. Ammo hozirgi masala bu ish Richardning butun suiqasdining bir qismimi yoki qatonlar isyonini tinchib saqla ish shuning bilan tugamdi. Bizga mana mush to'g'riliq iliq ma'lumot kerak. Xon oliylari danadir, dedi Toshtemir Bahodir xonning so'ziga javob berib. Biz egilagan ahvoldan qaraganda buning keyinda cho'ng bir suiqas yoshirilgan. Ammo biz texi uni to'liq egilab bo'lolmadik. Hokimiyatchilik davonlarida bundaq voqealar bilan pat-pat uchrashib turishga to'g'ri keladi, dedi xon muhirdori Yalliq Tayshi. Birlari g'ayrat shijoat bilan ilishib, bu ilishishga o'zining barliq kuch-quvvatini sarf qilib, iqimga qarshi botirlarcha uzib mangsa, yana birlari uningga qarshi chiqishidi va o'zlarini xuddi to'lqin ichida erkin uzayotgan hisoblab tamanna qo'yishidi. Şuna qadimqilar chirib ketsa bir daraxt ko'klaverar, boshqasi cho'kib ketsa bir kema ketaverar, boshqasi deb obdan aytgan. Biz qo'chi Uyg'ur elidan olgan sirtmiqimizdan qaraganda deb ma'lum qildi Temir Malik xonga. Xon oliylari islom dinini Çağatay mamlakatining davlat dini qilib e'lon qilgandan keyin Turpan Ediquti kunchuk darhol butun gumruk o'tganlarni taqab, qo'rg'on sepillarni bekitib, saltanatimiz bilan bo'lgan butun munosabatni uzganligini e'lon qildi. Saltanatimizning u yerdagi darug'achlarining hammasini haydab chiqiribdi. Saltanatimizning Ediqut Uyg'ur eli bilan bo'lgan munosabatining yiriklashib qolganligiga xeli bo'ldi,
dedi xan ciddi sözləb. Bu məsələgə ciddi qarmay bolmaydı. Bu vaqtda məxsus kengəşmikimiz lazım. Biroq növbətdə qatallarning isyanını tez besiqtirib, muqaddas Rimning bu tarafga uzartmoqchi bo'lgan qora qo'lini kesib tashlash hammadan muhim. Biz mundaq qarorga keldik. Tashtemir Bahodir bir hazara turg'avutlar qo'shini bilan darhol Sansimos monastirini qo'rshang. Andin isyanchi qatallarga taslim bo'lish uchun oxirgi surukni bekitib bering. Mubada ular yaxshilikcha qo'ral tashlab, monastirning darvozasini ichvassa, ularning hayotiga kapolatli qilinadiganligini, bo'lmasa monastirga ta'xirsiz hujum boshlaydiganligimizni haqida jang xati topshiring. Muqaddas Rimdan ahli nasib restorlarni chaqirib demish. Mayli kelishiversin, burunmi kelishgan ular. Ahli nasib qo'shinlari tazilarning Abbasiya sulolasi hujum qilganda Salohiddin Ayyubi ahli nasib qo'shinlarining vatvarigini chiqarib, Parang koroli Richardni urush to'xtatish shartnomasiga imzo qo'yishga majburlagan. Şuna suğu çöküp ketişinin aldıda turgan abjaq kemi üçün dolqunning kuchlik bo'lishi yoki kuchsiz bo'lishining hech qanday ahamiyati yo'q. Salohiddin Ayyubi 1193-yildan 1138-yil Kurd Misr Ayyublarning sulolasining qurg'uvchisi. Yevropa katoliklarning bir necha qitim ahli nasib yurishlarini mag'lub qilib, milodiya 1192-yili Ingliz koroli Richard I'ni urush to'xtatish shartnomasiga imzolashga majbur qilgan. U so'zlab mush yerga kelganda Temur Malik qarab mundaq dedi. Sizlar kelar yili atiyaz faslida Idiqut Uyg'ur elining hudud chegaralarini tekshirib keling. Ular asosli qo'shin kuchlarini qayerga o'rinlashtirgan, biz hammadan avval bu haqda aniq ma'lumotga ega bo'lmoqimiz zarurdir. Farmon bardarmiz, janobi xon oliylari, deb qulluq bildirishdi Tashtemir Bahodir bilan Temur Malik ikkisi tangla. Bu kechki shamilining oxirgi kunlari bo'lib, havo ochiq edi. Daraxtlarning yopirmoqlari allaqachon to'kilib, yalang'ochlanib qolgan bo'lib, shaharning ichi qaqaslashib ketgan, atrof oq qirov bilan qoplangan edi. Rahimsiz ko'z tabiatning go'zal liboslarini butun soldirib olgan, yaqindagi hamma narsaning ustida faqat kechkuz faslida ko'rgili bo'ladigan bir xil sirliq manzara chiliqatdi. Sansimos monastirining udulidagi to'pilik ustida bir sarkarda egiz qo'rg'on temi bilan qo'rshalgan monastirga qarab turadi. U Chag'atay xoni tug'liq Temur edi. Turg'avutlarning hazarasi monastirni qatma-qat halqida qurshib olgan bo'lib, to'pilik ustida ratlik tizilgan atliq lashkarlar qilichlarini egiz ko'tarib, burg'i kanaylarni yangirtib, monastirning ko'ni xishdan qo'pirilgan egiz ham qilin qurgan temining kungurilardan marishib turgan odamlarga yiroqdan hayvi ko'rsatib turadi. İçidikiler üçün bu payt qorqunuşluq payt idi. Qo'rg'onga bekinib olganlar bunchola ko'p lashkarlarni ko'rib, alaqsada bo'lishib, nima qilishini bilolmay turishadi. Xonning farmoni bo'yicha Tashtemir Bahodir monastirdagilarga darvozani ichib, qurol tashlab, taslim bo'lish to'g'risida surukka qattiq bo'lgan jang xatini topshirgan bo'lsa-mu, ammo ular johillik qilib, vaqtni keyniga surib, taslim bo'lg'ili unmayotdi. Tashtemir Bahodir xonga ishni tez hal qilish taklifini berdi. Xon bir pas o'ylanib turdi-da, Bahodirlar, San Simon monastirini hujum bilan elishga tayyorlaninglar. Tug'chilar tug'larni qipidan chiqiringlar, deb farmonliq tushirdi. Caranlıq avazda. Mən sizlərdən özünlərni Allah'a bağışlışınlarını talab qılıman. Allah'ın namı bilən atılınlar. Allah'ın düşmənlərini ədəbləb qoyunlar. Qoral taşlığan nasaralarını öldürmənlər. Panahlanish üçün ibadətxanğa kirib alğanlarını, ayallarını, balalarını, qeyri çörülərini öldürmənlər. Öy imarətlərini buzmənlər, dəl dərəxlərini kəsmənlər.
Bu çağda Hazara qismining har qaysi dahchilardan tuzilgan ilg'ar, chiringar va beringar saplarining tug' alamlari yuqorga ko'tarilib, shamolda javlon qilishga boshladi. Har darajalik amir lashkarlar va bag sipahlar o'z saplarining oldiga chepib kelishdi. Taraf-taraflardan bo'g'uq ovoz bilan hamma yugurib olg'a degan qisqa buyruqlar olinishga boshladi. Toshtemir Bahodir to'pilikdan monastirning cho'ng darvozasi oldiga ot silib mangdi. Lashkarlarmo nayza qilish tufang miltiqlarini tanglab, Toshtemir Bahodirning kaynidan suran silishgan holda monastirga qarab ot silishdi. Çağatay xani Tuğluq Tümür əmir ömralары bilan billa köl boyidagi to'pilikda jangni ko'zitib turdi. Lashkarlar monastirning cho'ng darvozasining oldiga to'plashib, vaqirab, hayvi ko'rsatib, bekin olganlardan darvozani ichishni talab qildi. Biroq monastirni bekituvchilar ularga tosh ko'tak do'miltish, qaynoq mumni shaqirtib to'kish va yomg'irdak o'q bilan javob berishdi. Bu çağda monastirning oldidagi maydonda xuddi chumullardek uyoq bu yoqqa yugurishib yurgan lashkarlar nima qilishini bilolmay mangdab turib qilishdi. Toshtemir Bahodir qo'lidagi qamchisi bilan bir chetda dövlaklik lim yog'ochlarini lashkarga ko'rsatdi. Lashkarlardan birisi Toshtemir Bahodirning ishoratini darhol tushundi va "Qani yigitlar, yuqoridagilarning irodat qilishi, tuvandagilarning itoat qilishi haqliq" deb vaqirg'inicha dövlaklik lim yog'ochlarga qarab etildi. Allohu a'lam. Atangga rahmat. Allohu a'lam, ya'ni Allah hammaga qobil demekdir. Abdurdin deb vaqirdi. Toshtemir Bahodir helqi lashkarlarga qoyil bo'lib, "Atjoning kim edi sening?" "Basa Arslan" deb javob qildi helqi lashkar va "Hey Yasavul, otdan tushib darhol yordam qil" deb Toshtemir Bahodirning orqasida turgan navkarga vaqirdi. Heliqi navkarmu uning vaqirg'inini anglab, etidan sakrab tushdi-da, yotgan bir tal lim yog'ochning bosh tarafini ko'tardi. Uningga yana bir necha lashkar kelib qo'shildi. Lashkarlar bir qilibda vaqirishib, lim yog'ochning yo'g'on beshini monastirning darvozasiga qattiq urishga boshladi. Qilin tilingan qiyin yog'ochlardan to'mirlar bilan chambarlab puxta yasalgan yog'och darvoza g'ichildab ketdi. Monastirning ichidan kishilarning vaqirashgan ovozi anglandi. "Ha, yana bir qatam, ha, yana azroq, yana bir qatam" deb vaqiraydi helqi navkar. Qolgan lashkarlarmi uning bilan tangla ha-hu deyishib, uning chaqirqiga birdak ovoz qo'shib, helqi lim yog'ochning yo'g'on beshini yiroqdan ko'tarib kelgancha monastirning darvozasiga shiddat bilan uratdi. Darvozaning qilin taxtaylari chak-chekidan bo'silib, oz-ozdan parchalanib, yerga tushayotgan bo'lsa-mu, darvoza yanala mazmut turadi. Lashkarlar qayoqdandir bir uzun sho'tin tepib kelishdi va uni monastirning egiz qurgan temiga yo'lab qo'yib, tomga yamashdi. Bu chaqda monastirning bir bulung'idagi egiz munarga o'rinlashtirilgan qo'ng'iroqdan tiz-tiz urilgan vahimlik sada anglandi. Ammo qo'ng'iroq sadosiga javoban shaharning qaysi bir bulung'idan bir ikki qatim jaranglab urilgan qo'ng'iroq sadosidan boshqa hech qanday sado anglanmadi. Monastirni bekituvchilarga hech kim parvo qilmadi. Monastirning qilin ham puxta darvozasi pachaq-pachaq bo'lib, oxiri g'ulab tushdi. Köl yaqsidagi to'pilik ustida bu ishlarni kuzatib turgan Tuğluq Tümerxonga Yasavullar etini yetlab akilib berdi. U qilchini beliga esib, etiga mindi-da, etini monastirning darvozasi tarafga yo'rg'ilatdi. Bu chaqda dumbaqchilar sepidikilar dumbaqlarni chilib mengishga boshladi. Dumbaqchilar sepining orqasidan tug' alamlarini lapildatib tug'chilar mangdi. Lashkarlarmu lashkari sap bo'yicha sapras bo'lishib, saldak qo'zg'aldi. Monastirning ichida petirab ketgan qora qo'ng'izdek isyanchi qatallar yugurishib yurishadi. Massif zalining ichida missioner Laurenti boshchiligidagi to'liq kiyingan, qo'llariga kirist tutishgan bir bo'lak qatallar titirishib turishadi.
Xanның fərmanıға binaən ləşkərlər ularga qılçımı dəxli təruz qılmadı. Qalğan qurallıq qarşılıq bildirgənlərini çepib taşıldı. Biroq episkop Richard bilan Pop Pascalislar allaqachon qechib ketgan edi. San Simon monastirining bir bulungidagi qo'ng'iroq munaridan bayatın çilinayotgan qo'ng'iroq texmi qattiq jaranglab çilindi. To'g'liq Temirxon qilichini qinidan sug'urib olib, "Hey, kimsan? Qo'ng'iroqni to'xtat. Bo'lmasa jazoga giribdor bo'lsan. Hey, kimsan?" deb baqirdi. Ammo qo'ng'iroq jaranglashdan to'xtamadi. Lashkarlar qo'ng'iroq munariga bostirib kirib kelishdi. Orqadan uzoq o'tmay qo'ng'iroqning urilishi to'xtagan bo'lsa-mu, ammo uning ovozi uzoq vaqtgacha jaranglab turdi. To'g'liq Temirxon qilichini qiniga silib qo'ydi. Masif zaliga panohlab kirib olgan qatallar texichilar titrishib turishadi. Ular xonning qilichini qiniga yondirganligini ko'rib, ko'ngillari amin tepishdi-da, titrab turgan qo'llari bilan yo'shirin cho'qinishib oldi. Lashkarlar qo'ng'iroq munarining ichidan bayatinqi vahimlik qo'ng'iroq chalgan odamni oldiga silib haydab chiqishdi. U uchisiga katolik rahibalarininkidak boshdan oyoq qora kiyim kiygan, beshiga qor lechak solgan bir nasara qiz edi. U chiroyidan Uyg'ur qizlariga o'xshaydi. U o'zining sarg'ush chingilak sumbul sochlari o'rab turgan suzuk mangli katolik rahibalarining qora lechki ichiga yo'shirinib turgan bo'lsa-mu, ammo Majnun taldek ziba qaddi qomati, jazibdor chiroydagi bilinar-bilinmas qizillik yugurgan olmadak ikki mangzi, aql parasat uchqunlari chaqnab turgan badam qapoqliq yo'g'on qora ko'zlari kishida birdilla yengib bo'lmaydigan kuchlik intilish tuyg'usini qo'zg'aydi. Qiyoqdak eqib tushgan sal-pal qamsharliq kichikkina burni bu qizning betidagi jasurlik ifodasini texmi kuchaytirib turadi. Qizning uchisidagi qora paranchisini sal-pal ko'tarib turgan ikki ko'ksi toza to'lgan bo'lib, ustidagi qora rangli rahibalar kiyimi uni yoshira olmagan edi. U nozik qo'llarini paranchisining yangligi ichiga yoshirib olgan edi. Toshtemir Bahodir lashkarning monastirining qo'ng'iroq munaridan bir nasara rahibasini tutib olganligini To'g'liq Temirxonga xabar qildi. Bayatın qo'ng'iroqni to'xtamasdan jaranglatib chilib, almaliq osmonini zilzilga keltirguchining zodi qandaq odam ekanligini ko'rib boqmoqchi bo'lgan xon uni darhol monastirning masih zaliga akirishga buyruq qildi. Xon missioner Lavrenti qo'yib bergan yeshil duxovi bilan qoplangan yumshoq o'rindiqda amda o'ltirishiga sirtiki o'pir-to'pir bo'lib ketishdi. Xon beshini ko'tarib qaradi, lashkarlarning o'zi uzoqdan buyon oshiq beqaror bo'lib yurgan eliqi katolik rahibasini eshikdan elib kirayotganligini ko'rdi-da, o'rnidan turib, uning oldiga berib, izzat-hurmat bilan ko'rishdi va "Bu sizmi?" deb so'radi. Eliqi nasara qizmi beshini ko'tarib qarabla, o'zidan kulib gap so'rayotgan bu illiq chiroy yigitni darhol tanidi. U qaysi kuni ko'l bo'yida uchratgan eliqi yigit edi. Nasara qiz, "Siz Chag'atay xoni To'g'liq Temir?" deb taajjublangan peti turib qoldi. Bu chaqda Masih zalidagi lashkarmi, missioner Lavrentiymi, boshqa katolik muxlislarmi eli qizga, eli xonga qarab hech nimani tushunmay hangviqib turishadi. Nasara qizning o'tliq ko'zlaridan ifodalanayotgan hayronlik nazari tezla azoblanish ifodasiga, ondan asta-asta g'azablanish ifodasiga o'zgardi. Qizning chiroyidagi bu o'zgarishlar Chag'atay xoni To'g'liq Temirni dastlabda bir oz tamtirtib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo u darhol o'zini tutib oldi-da, avvalgi mag'rur hukmdor holatiga qaytib, qizga o'ltirishga ijozat berdi. Nasara qiz navkarlar qo'yib bergan o'rindiqda o'ltirmadi. O'zini burunqidakla tamkin tutib, mardona qiyofatda o'ri turdi. "Sizlar nasaralar qudratlik Chag'atay saltanatiga qarshi chiqib, cho'ng gunoh o'tkazdinglar", dedi xon qizga hamda zaldagi katolik muxlislarga. "Lashkar bilan kelib,
Qatallar monastırını işgal qılıb alğınыңlar Çağatay saltanatının intayın qudratlik işkənligini bildirəmdi. Dəb qaytırıb sorudu yeliqi Nasara qız məsxir qılğan avazda. Onun çırayıdan və közlərdən ғəzəb uçqunlaydı. Bizning öz etiqadimizni himoya qilganligimiz gunoh bo'ladigan bo'lsa, sizlarning Qatallar monastiriga zo'rliq bilan bostirib kirganinglarni nima deb aytish kerak? Etiqadinglarni himoya qilganliginglar ilgirki chaqlarda gunoh hisoblanmas edi. Biz islom dinini mamlakat dini qilib e'lon qilgandan keyinmi tanlash erkinligini yanala o'zinglarning qo'liga bergan edik. Biroq episkop Richard o'zining qari niyatini ishga oshirish uchun muxlislarni aldab Çağatay saltanatiga qarshi isyon ko'tardi. Siz buni gunoh hisoblamamsiz? Men muqaddas Krist bu monastirning hurmati va muqaddas Qatal g'oyisi nomidan qasam qilamanki, dedi Nasara qiz bemalol so'zlab. Biz faqat o'zimizning e'tiqodimizning soplig'ini qo'g'dash uchunla kurash qildik. Episkop Richardning qari niyati bilan bizning ko'rishimizning hech qanday aloqasi yo'q. Chunki o'tni kim tutsa shuning qo'li kuydi. Jazolig'ingiz kelsa Richardni tutib jazolang. Bu so'zingiz xato emas. Bizning qo'limizda Richardning qari niyatini ishga oshirish uchun qo'llangan turlik suiqasdlarni isbotlaydigan yetarlik dalil isbotlar turibdi, dedi xon heliqi Nasara qizga va zaldagi katolik muxlislarga tushundirib. Sizlarning o'z e'tiqodinglarni himoya qilganliginglar gunoh emas. Bu sizlarning huquqinglar albatta. Biz Çağatay mamlakati hududligida yashaydigan xalqlardan millat, ulus, din, mazhab, daraja, martaba jihatdagi ixtiloflarni qayirib qo'yib, birdek ittifoqlashishni, mamlakatning birligini qo'g'dashni talab qilamiz. Har xil din, mazhabdagilar saltanatimizning qalan tuzuklariga rioya qilib, o'z ishi bilan mashg'ul bo'lsalar, ularning haqqoniy huquq manfaati saltanatimiz tarafidan qo'g'diladi. Xon oliylarining himmatiga ming martaba rahmat, dedi missioner Laurenti Tug'luq Temirxonga ta'zim qilib turib. Saltanatlari mangu ro'naq topqay. Mubada xon oliylari ijozat bersa, men vatanim Aleksandriyaga qaytib ketsam deyman. Taqsir, mubada Almaliqda davomli turishni xohlamizlar, biz sizlarni qadr-qimmatlarini qilib, chiroyli yo'lga silib qo'ysak bo'ladi, deb ijozat berdi xon uningga. Aslida biz episkop Richardga ana shunday ijozat bergan edik. Ammo u bizning bu xolis niyatimizni xato tushunib, o'zini qaltis, bizni ojiz chaqlab qoldi. Saltanatiga qarshi isyon ko'tarib, o'z putiga o'zi palti chapdi. Saltanatimiz kishilarning diniy e'tiqod erkinligini qo'g'daydi. İslamiyatda zo'rlash yo'q. Bizning maqsadimiz behuda qon to'kilishga xotim berishdan iborat. Shunga lashkarlarimiz monastirga besib kirishdan ilgari ibodat qilayotganlarga chiqilmaslik haqida farmon tushirdik. Tug'luq Temirxonning bu so'zini anglab, panalanish uchun Masih zaliga kirib olgan katoliklarning dakki-dukkiga tushib qolgan ko'ngli xelili taskin topdi. Xonning farmoniga asosan lashkarlar qatallarning hammasini qo'yibdi. Heliqi Nasara qizmi boshqa muxlislar bilan uyiga qaytib ketmoqchi bo'lib mengishiga Toshtemir Bahodir uning oldini to'sib qo'ydi va: "Xon qiz, shaxsiyana siz bilan ko'rishmoqchi. Validimiz nima deydikin? Qani uning bu so'zini anglab bo'lib, andan uyingizga ketgaysiz", dedi kulib turib. Andan navkarlarga Nasara qizni xon validisi shaxsiyana manglik xotunning huzuriga elib berishga buyruq berdi. 5-bob oxirlashdi.